Loyiha smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish axborot tizimi bo'yicha video qo'llanma. Asos: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-yanvardagi 11-sonli Prezident farmoniga ko'ra uy-joy qurilishi sohasini yanada rivojlantirish, turar va noturar joy obyektlarini ulush kiritish asosida qurish jarayonini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq new-ekspertiza.mc.uz axborot tizimi orqali ko'p qavatli uy-joylarni loyiha smeta hujjatlarini shaharsozlik ekspertizasidan o'tkazish jarayonida bir qator yangilik va o'zgartirishlar amalga oshirildi. Mazkur video qo'llanma ushbu axborot tizimida foydalanuvchilar uchun yaratilgan yangilangan imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumot beradi. Demak, tizimga kiramiz. Tizimga kirgandan so'ng ochilgan oynada chap tarafning tepa qismida joylashgan murojaatlar tugmasini bosish orqali barcha murojaatlar bo'limiga o'tiladi. Ko'rib turganingizdek, 20-iyun sanasida kelib tushgan 075-699 sonli murojaat yonida blok yaratish jarayoni tugmasi mavjud. Uni bosish orqali bloklarni yaratish va yangilash tugmasi paydo bo'ladi. Ustiga bosish orqali bloklarni kiritish uchun mo'ljallangan sahifaga o'tamiz. Bloklarni kiritish sahifasi ochilgandan so'ng jadvalga e'tibor qaratasiz. Unda joy turi, blok nomi, blok umumiy maydoni, yo'laklar soni va xonadonlar sonini kiritish uchun bo'linmalar mavjud. Jadvalni to'ldirishni boshlaymiz va jadvaldagi birinchi bo'lim, ya'ni joy turiga bossangiz, u yerda 3 ta pozitsiyaga ko'zingiz tushadi. Bular faqat turar joy uchun turar joy, faqat noturar joy obyekt uchun noturar joy va 3-pozitsiya bu ham noturar ham turar joylarga bo'linsa, aralash joy pozitsiyasi belgilanadi. Biz turar joydan boshlaymiz va jadvalni loyihadan kelib chiqib to'ldiramiz. Bloklarni to'ldirish bo'limiga o'tamiz va unga nom qo'yish kerak. Nomini A, B yoki xohishga qarab yoxud loyihadan kelib chiqib to'ldirasiz. Keyingi bo'lim umumiy maydon. Maydonni to'ldirgach, binoga kiruvchi yo'laklar sonini, sodda qilib aytganda, podyezdlar sonini kiritishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, bu binoyimizda 2 dona yo'lak mavjud. Endi xonadonlar soni bo'limiga o'tganimizda, bu binoyimizda deylik 2 yo'lak va 3 qavat bo'lsa va har bir qavatda xonadonlar soni 3 tadan bo'ladigan bo'lsa, u holatda 18 ta xonadon deb kiritamiz. Siz esa chizmalardan kelib chiqib kiritishingiz kerak bo'ladi. Barcha bo'limlarni to'ldirgach, qo'shish tugmasini bosish orqali sahifaga ma'lumotlarni kiritamiz. Ma'lumot yangilangandan so'ng yana qo'shimcha jadval paydo bo'ladi. Unga loyihada ko'rsatilgan bo'lsa, noturar joylarni kiritish kerak bo'ladi va uni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, jadvalni avvalgi qismida noturar deb belgilaymiz va ikkinchi bo'limda nom beramiz. Deylik B blok. Unutmang, bu bo'limda to'ldirishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar faqatgina noturar joy bo'lishi shart. Keyingisi xuddi avvalgiga o'xshab blok umumiy maydonini kiritish kerak bo'ladi. Masalan, deylik bu avtoturargoh. Endi yo'laklar qismiga o'tamiz. Chizmada ko'rsatilgan yo'laklar sonini kiritish kerak. Agar unday ma'lumot bo'lmasa, eng minimal yo'lak soni ko'rsatiladi. Xonalar soniga kelganda, agar do'konlarga bo'lingan bo'lsa, o'sha do'konlar soni yoki yaxlit avtoturargoh bo'lsa, uni kiritamiz. Bizning holatimizda avtoturargoh ichida bitta ofis va 2 ta do'kon ham mavjud bo'lganiga 4 ta deb kiritamiz. Ya'ni avtoturargoh, do'kon va 2 ta ofis. Qo'shish tugmasini bosish orqali amalni yakunlaymiz. Keyingi jadvalda esa xuddi shu tartibda faqatgina aralash joy pozitsiyasini kiritamiz. Aralash joyda bizda ham xonadon, ham avtoturargoh yoki ofislar bir binoda bo'lishi ko'zda tutilgan va biz aynan shunday binolarni kiritishimiz zarur va blok nomini C deb olamiz. O'sha ketma-ketlikda keyingisi maydoni 1,5 kvadrat metrni tashkil qiladi. Yo'laklar soni 3 ta. Har bir qavatda 2 tadan xonadon deb oladigan bo'lsak, binoda esa 4 ta qavat bo'ladigan bo'lsa, xonadonlar soni shunda 24 ta deb kiritamiz va qo'shish tugmasini bosish orqali ma'lumot kiritiladi. Kiritilgan ma'lumotlarni qayta sinchkovlik bilan ko'rib chiqib, davom etish tugmasi bosiladi. Interfeys yangilangandan so'ng ko'rib turibmizki, barcha ma'lumotlar kiritilgan. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bu sahifada avval to'ldirilgan ma'lumotlarimizni, ya'ni A va B bloklar tugmasini ko'rsangiz bo'ladi. Uni biriga bossangiz avval kiritilgan ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin.
To'ldirish jarayonining ikkinchi qismida bloklarga oid to'liq ma'lumotlar shakllantirish uchun jadval mavjud bo'lib, unga qurilayotgan bloklarning yo'laklari, qavati, noturar joy va ko'rsatilgan boshqa barcha ma'lumotlar to'liq kiritiladi. Demak, blok B deb nomlangan jadvalda avvaliga noturar joy haqida ma'lumotlarni to'ldiramiz. Qavatga misol uchun -1 deb yozamiz. Bu bizda avtoturargoh borligini aks etadi. Ko'pincha avtoturargoh yaxlit bo'lganligi sababli u yerda xonalar sonini 1 deb belgilaymiz. Agar do'konlar misolida olinadigan bo'lsa va 10 ta do'kon uchun joy ajratilgan bo'lsa, albatta barchasini loyihadan kelib chiqib yuklaymiz. Keyingi amal esa noturar qavat chizmasini yuklab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qo'shish tugmasini bosish bilan amal yakunlanadi. Keyingi harakatimiz yo'laklarni to'ldirish bo'yicha amalga oshiriladi va birinchi yo'lak sahifasiga o'tib, xuddi shu tarzda to'ldiriladi. Qavati, qavat turi, turar joy, xonadonlar soni va o'sha qavat chizmasini yuklab qo'yamiz. Yo'laklardagi qavatlarni 3 ta bo'lganligi uchun barcha qavatlar xuddi shu amallarni bajarish orqali to'ldirilib chiqib, chizmalari yuklanadi. Qo'shish tugmasini bosganingizda interfeysda yana bo'sh jadval paydo bo'ladi. Uni ham to'ldirib chiqamiz. Har bir bo'lak uchun to'ldirish amali bir xil bo'ladi. Yodda tutishingiz zarur bo'lgan ma'lumot. Ma'lumotlarni to'ldirayotganingizda internet aloqasi uzilmasligi lozim va sahifani yangilash mumkin emas. Aks holda barcha amallarni boshqatdan bajarishingiz kerak bo'ladi. Sababi tizimdagi yangilanish barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lib davom etish tugmasini bosmagunizcha bazaga kelib tushmaydi. Shuning uchun soz internet bo'lishi va sahifani ma'lumotlar to'ldirish paytida yangilamaslik muhim. Demak, davom etamiz. Ko'rib turganingizdek 4 ta asosiy amallar bajarishda ikkitasini ko'rib chiqdik. Bular bloklarni kiritish, qavatlar haqidagi ma'lumotlar. Ana endi chizmalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu esa 3-bosqich. Xonadon yoki noturar joy bo'lishiga qarab, uni chizmalarini kiritib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, to'ldirish kerak bo'lgan jadvalni birinchi qismida turini tanlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qismida nomini yozamiz. Nomini yozishda loyihadan kelib chiqib rasmiy nom yoki qavati, xonalari sonidan kelib chiqib nomini xohishimizga qarab belgilasak bo'ladi. Bizning misolda bir xonali 33 metr kvadrat deb nomini qo'ydik. Xonalar sonini chizmadan kelib chiqib belgilanadi, maydoni to'ldiriladi. O'sha xonadon chizmasini yuklab, qo'shish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganimizdek amaliyot bajarildi. Ana endi shu ketma-ketlikda xonadonlar haqidagi ma'lumotlar to'ldiriladi. Alohida eslatma. Bir xil nomdagi xonadonlar nomida yanglishmovchiliklarni oldini olish uchun xohishga qarab qo'shimcha belgilar yoki nomni o'zgartirish mumkin. Xonadonlar to'ldirilgandan so'ng noturar joy ham shu ketma-ketlikda jadvalga kiritiladi. Nomiga keladigan bo'lsak, loyihadan kelib chiqib yoki anglashmovchilikni oldini olish uchun xohishga qarab to'ldiriladi. Bizning misolimizda avtoturargohligicha qolaveradi. Jadval bo'yicha maydon va chizmasini to'ldirish bilan amal yakunlanadi. Davom etish tugmasini bosish orqali keyingi jadvalga o'tiladi. 4-bosqichda biz ko'rib turganimizdek barcha bloklar mavjud va biz boshidan to'ldirilgan ma'lumotlarimiz shakllangan. Bu yerda avvaldan to'ldirilgan noturar joy tugmasini bosamiz va bo'sh jadval ustiga bossak, ma'lumotlarni kiritish sahifasi ochiladi. Avval to'ldirilgan nomni belgilab, unga yuklangan chizmani kiritamiz. Endi jadvaldagi yo'laklar qismiga o'tamiz. Bu yerda har bir qavatdagi xonadonlar chizmasini yuklashimiz kerak. Har bir qavatda 3 ta xonadon bo'lganiga tizim avtomatik jadvalni 3 ga bo'lgan va biz ularni ham ketma-ketlikda to'ldirib, chizmalarini yuklashimiz kerak. Har bir qavat avvalgidek to'ldirib chiqiladi. Eslatma, to'ldirilgan ma'lumotlar bir xil bo'lsa, tizimda nusxani olish tugmasi mavjud. Ta'kidlash joizki, nusxa olish amali faqatgina to'ldirilgan jadvaldan kelib chiqadi. Birinchi yo'lak uchun ajratilgan jadvalni to'ldirib bo'ldik va shu amallarni boshqa yo'laklarda ham bajaramiz. Eslatma, jadvalni to'ldirish jarayonida xato qilish holati aniqlansa, to'ldirilgan va xato ketgan ma'lumot ustiga bosib, qaytadan kiritish imkoniyati mavjud. Jadvalni to'ldirib bo'lib, davom etish tugmasini bosamiz. Agar amal bajarilmasa, demak, barcha bloklarga oid ma'lumotlar kiritilmagan bo'ladi va tizim sizni keyingi sahifaga o'tkazmaydi. Shu nuqtai nazardan barcha bloklarga oid ma'lumotlarni to'ldirishingiz shart va to'ldirish jarayonida internet sozligini nazoratga oling. Aks holda barcha ma'lumotlar
bloklarni boshqatdan to'ldirish xavfi mavjud. Demak, biz tajriba tariqasida ochilgan A blokni taxminiy to'ldirib chiqamiz va ko'rib turganingizdek barcha ma'lumotlar shakllandi. Davom etish tugmasini bosish orqali tizim barcha ma'lumotlarni ekspertlar tekshiruvi uchun yuboradi. Tugmani bosganimizda yakunlandi e'loni sahifani o'ng tepa burchagida paydo bo'ladi va bu amal o'z nihoyasiga yetgan hisoblanadi.